Jadidlar kim? Bir paytlar Turkistonda faqat eski maktablar, qo'lyozmalar va qumg'onlar bor edi. Ammo ming yillik sukunatni bir guruh jasur ziyolilar buzdi. Ular jadidlar edi. O'sha davrda bolalar 5-6 yil davomida faqat arab alifbosini yod olar, matematika, tarix, geografiya umuman o'qitilmas edi. Jadidlar bu bilan millat taraqqiy qilmaydi deb chiqdi. Behbudiyning Taraqqiy gazetasi 1906-yilda chiqdi. Keyin 30 dan ortiq jadid nashrlari paydo bo'ldi. Ular gazeta orqali xalqqa o'qing, o'rganing, uyg'oning deb murojaat qildi. Behbudiy Markaziy Osiyoda birinchi teatr pyesasi, Padarkush muallifi va u birinchi teatr sahnasi ham ochgan. Avloniy Turkiy Guliston yoxud axloq asarida o'quvchilar uchun ilk axloq darsligini yozdi. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot masalasidir deb yozgan. Cho'lpon o'zbek she'riyatida birinchi bo'lib lirika va psixolog chuqurlik olib kirgan ijodkor. 30-yildan Sovet qatag'oni boshlandi. 200 dan ortiq jadid otib tashlandi. Ularning aksariyati aybi isbot bo'lmagan holda xalq dushmani deya qamalgan. Asarlar yoqib yuborilgan. Jadidlar faqat tarix emas, ular bugungi avlod uchun jasorat, bilim va uyg'onish ramzidir.